Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kecha bir videoga ko'zim tushdi. Afsuzdat. Yana jichab afsuzdat qilamiz. Gogosha ismli yoki ismini aslida bilmayman. Gogosha deb taniqli bo'lgan Vayner qizni gapiraman. Gogosha Vaynerlar chiqishdi. Gold ko'rsatib chiqishdi. Sen Gogosha senga bir nima qilaman? O'zingni videolaringni ham o'zing tomosha qilasanmi Gogosha? Nimaga unday deyapman Gogosha? Seni kim поддержка qildi? Men videolaringni bir-ikki ko'rdim-da, bir muammo bo'lganda doktorlarni izdivasa qilib chiqding, like uchun, hype uchun, like uchun doktorlarni, vrachlarni izdivasa qilding, ularni minusga olib kirishga harakat qilding. Shunchalik o'qimishli insonlarni bir tiyin qilishga harakat qilding. Gogosha. Tavba qildim. Ali nima dedi? Senga hozir bir narsani tushuntirib o'taman. Alloh inson zotini Alloh yaratadi. Husnda Alloh beradi. Hamma yo'qda Alloh beradi. Endi men senga qarayman-da, figuring qiz bola. Xaraktering o'g'il bola. Kimga o'xshashlikda harakat qilasan sen? Alloh seni qiz bola deb qilib yaratdi. Sen esa erkakka o'xshatib o'zingni harakatlaring bilan yurasan. Malades, anu Farg'onali bola tashab ketdi seni. Chunki sen videolaringni o'zing tomosha qilsang ham, ali bir kurs ayolsan, o'ta kurssan. O'zingni bir tomosha qilsang bo'ladi. Kimdir muxlislaring ham bor, to'g'ri. Menga hali negativ yozishlari mumkin. Kursligingni aytib o'tib ketishni xohladim. Ali любой bir syomka qilgan joylaringni, Vaynerda qilgan joylaringni bir tomosha qilganda bir yuzingda astag'firulloh nur yog'ilmaydi, nur. Alloh shu tomondan qisib qo'ygan. O'shaning uchun aytadi-ku, Alloh bor qilgan insonni hech kim xor qila olmaydi. Lekin Alloh xor qilgan insonni hech kim bor qila olmaydi. Sen ming harakat qilsang ham, odamlarga zo'r vayn ko'rsataman desang ham, baribir o'xshalmaydi. O'shaning uchun men qara, bu oq qushlarni qara. Bizi o'zbek ayollarimiz, muslima ayollarimiz mana shu oq qushlar kabi go'zal, mana shu. Hasan Gogosha, bu oq qushlarning ichida sen o'zingni topolasanmi? Men qara, hozir ko'rsataman. Men qara. Bu oq qushlarga qancha qarasa odam go'zallik oshib boraveradi. Sen shularning ichida kimni o'ylaysan sen? Insonsan, to'g'ri. Go'zal muslima qizlarimiz shunaqa nurli bo'lib turadi. Mana shunaqa nurli oq qushlarga o'xshab nur tarab turadi. Sen Gogoshada nuram yo'q. Tavba qildim. Ilohim Alloh nurli qilsin har bir insonni. O'shaning uchun Gogosha sen video обращение qilmagin sen. Gold yutib qo'yibdi, gold yutib qo'ydi. U unga pul to'lashgan degan ma'noni gapirmagin. O'zingga like yig'aman deb. Itak seni itam ko'rgisi kelmaydi. Chunki nur yog'ilmaydi yuzingdan. Odamga tashlanmaysan, bunday. Tashlanmaysan, qandaydir qo'rqsan. Kerak emas u gold haqida sen gapirishing. Sen gold pul olib qo'ygan, pulga sotilgan, gold aslida yutdi, pul katta yutdi deb o'zingcha bunday qilib mashinada o'tirib chiqibsan. Gogosha. Senga ham Alloh hidoyat bersin. Avvalambor yuzingni nurli qilsin. Mana shu videoyimni tarqatib yuborasizlar aziz birodarlar. Gogoshaga yetib borsin deb o'ylayman. Hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.